Hammaga salom. Bizda norm yoki strom rubrikasi faqat o'zbekcha variantda. 15 ta savoliga norma yoki g'alatiligiga javob beramiz. Norm yoki g'alati. Garajda turlarni arzonga sotib olish. Norm, lekin biz uchun komissiyasi juda ham kam bo'ladi. Qisqa sayohatga 30 kilolik bagaj olish. Norm bu ham. Xavfli davlatlarga borish. Bu ham norm, в принципе, chunki baribir ham 40 yil qirg'in bo'lsa, ajal yetgan o'ladi. Valyutani aeroportda almashtirish. Yo'q, bu normga kirmaydi, bu g'alati, chunki aeroportda har doim kurs past bo'ladi. Sayohatga strafovkasiz borish. Yo'q, norm emas, bu ham g'alati, chunki baribir ham bila olmaysiz, sayohat davomida har xil voqealar bo'lishi mumkin. Strafovka baribir ham sizga kerak bo'lishi mumkin. Avvalambor kerak bo'lmasin, lekin baribir ham ehtiyotini qilib qo'ygan yaxshi. Sayohatga o'zi bilan ovqat olib ketish. Norm bu ham. Masalan, men ham Vyetnamga borganda o'zim bilan patir, yong'oq makiz olganman, chunki mori produktlarini yemayman, yoqtirmayman. Til bilmasdan sayohat qilish. Norm bu ham, chunki Google'dimmi? Yo'q, boshqatdan. Til bilmasdan sayohat qilish. Norm bu ham, chunki Google переводчик har doim yordamga tayyor turadi. Xavfli ekskursiyalarga ekstrem uchun borish. Norm bu ham norm. Ekzotik ovqat hisoblangan qovurilgan hasharotlarni tatib ko'rish. Kimlar uchundir bu norm, lekin agar o'zim nomimdan gapiradigan bo'lsam, bu men uchun norm emas. G'alati. Plyajda narsalarni qarovsiz qoldirib cho'milish. Norm bu ham, в принципе, norm. Borgan davlatingizni qonun qoidalarini bilmaslik. Bu norm emas, g'alati, конечно, chunki qayerga ketayotganingizga qarab ularni baribir ham traditsiyalarini sal-pal bilib hurmat qilishingiz kerak. Masalan, Tailandda ularni puliga hurmatsizlik qilsa bo'lmaydi. Keyin u yoqqa elektron sigaretlarni olib borish mumkin emas. Turistlarimiz bilishadi, ogohlantiramiz har doim. Kerak odam lekin u yoqdan olaveradi bemalol. Bu qoida hozir Vyetnamda ham xuddi shunaqa. Vyetnam uchun ham bu qoida amal qiladi hozir. Arzonga low coaster biletini olib uchish. Norm bu ham, lekin bitta narsani imet video qilish kerak, hisobga olish kerak. Low coasterda даже suv ichmoqchi bo'lsangiz ham pulga sotib olasiz. Sayohatga borgan davlatda eng arzon kafelarda ovqatlanish. Norm bu ham norm. Norm deb hisoblayman, chunki baribir ham hammaning budjeti har xil bo'ladi. В принципе, norm. Sayohatda suvenirlarni savdolashib olish. Norm bu ham g'alati emas, chunki baribir ham hamma davlatda savdogarlar deymizmi, suvenir sotadiganlar turistlarga qimmatroq aytishadi. Shuning uchun norm. Aytgancha o'zim ham yaqinda $50 deyotgan soatini Sharm el Sheyxdan $20 ga olib berdim. Booking va TripAdvisor odzivlariga 100% ishonish. Yo'q, bu norm emas, g'alati. Baribir ham Bookingda rasmlarni zo'r qilib ko'rsataverishadi. Borganda ожидание реальность bir-biriga to'g'ri kelmaydi. TripAdvisor bo'lay, odzivlari yaqinroq Bookingga qaraganda. Lekin baribir ham ekspertlarga ishoninglar. Agar sizlarda yana qanaqadir savollar bo'lsa, yozinglar kommentariyda, hammasiga javob beramiz. Telegram, Instagram sahifamizdan silkalarini videoni tagiga zakrepить qilib qo'yamiz. Obuna bo'linglar. Garajda turlarni, har xil направление bo'yicha turlarni kuzatib boringlar. Va YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib, поддержка qilib boringlar, bizani yaqinda boshladik.